Mana bugun Mama Sharif akamiz elga dasturxon yozib, elga bir chiroyli to'y berayotgan ekan. Komiljon do'stim, to'ylar muborak bo'lsin. Sizga o'zim nomidan, oilalarimiz nomidan, qolaversa barcha kursdosh do'stlar nomidan, kelolmay qolgan do'stlar nomidan sizlarga uzoq umr, sihat salomatlik, guldan go'zal baxt bitmasligi maslahat tilaymiz. Ilohim har bir kuningiz shunaqangi tinchlik, xotirjamlikda, shod va xurramlikda, eng muhimi mana shunaqangi do'stlar, qarindoshlar davrasida o'tishiga ham tilakdoshmiz. Teri qo'llab bir yigitga omadni, himmat aylab bersa barcha ne'matni, davlatiga loyiq bersa savlatni, salovati bo'ylariga buyursin, topganlari to'ylariga buyursin. Halol topib halol oshin otasa, mag'rurlikda ham pokiza yashasa, yursa, tovonidan o'tlar chaqnasa, qadamlari yo'llariga buyursin, topganlari to'ylariga buyursin. Ilohim, mana shunaqangi to'ylar qilib charchamang, biz ham shu xizmatdan charchamaylik ilohim. Yana bir bor tabriklaymiz, baxtli bo'ling.